Unga Tailanddan suvenir bor. Necha pulga olib qolasiz? Tailanddan suvenir. Da. Bu tillami? Конечно. Qanaqa shuncha tillani siz Tailanddan olib o'tdingiz? Qatingizda qanaqa olib o'tdingiz buni? Buyog'i o'sha qiziq bo'lmasin. Aha, bo'ldi, tushundim. Xo'p, tak, bitta ko'rayman mana shuni. Bemalol. Buni probasini tekshirish kerak, bu 100%. Tilla. Xo'p, mayli. Tilla bo'lsa, men sizga tillar hisoblab beraman. Muammosi yo'q, lekin o'zim uchun bitta tekshirib ko'rishim kerak. Bemalol. Bitta tekshirib ko'raman sizga summasini aytaman. Agar mabodo haqiqatan aytayotganingizdek tilla bo'lsa, rangidan 3-9 eng baland probaga o'xshayapti. Такой шальной баклажан. Xo'p, 287 yu katta ekanda. 70. Bugungi kurs bo'yicha 1.800.000 dan grammini qilib beraman sizga. 517.860.000 so'm bo'lyapti. 517.900.000 so'm qilib beraman tekis qilib. Agar aytayotganimizdek 3-9 probada chiqsa. Realmi? Da. Necha pul dedingiz? 517.900.000. Офигеть. Da. Xo'p, Kvartira olaman. endi u yog'iga o'zingiz xohlaganingiz ishlatib pulingizni. Bitta tekshirib ko'raman, 2 minut vaqt oladi. Давай. Divisini men bilib ishonmadim boshida tillaligiga. Haqiqatdan 3-9 proba chiqyapti. Gap yo'q. Xo'p, kelishganimizda men sizga va'da berganimdek 517.900.000 so'm qilib bera olaman. Sizga to'g'ri kelsa agar o'sha summa. Конечно. O'zingizga olib qolsam bo'ladi 1-2 million. Yo'q, biz hammasini o'sha mijozlarimizga to'laqonli qilib beramiz, summalarni. Unda men sizga pulni berib yuboring, 517.900.000 so'm. Давай. Bu yerda 200 million, bu yerda yana 200 million. Uxti. Mana yana 100 million, bu yerda 500 million bo'ldi. Uxti, rahmat. Xo'p. Mana bu yerda 17.900. 17.900. Xo'p, 517.900.000 so'm. Yaxshilikka xizmat qilsam. Rahmat, обязательно yana kelaman. Xo'p, salomat bo'ling. Xayr.